alaykum. Do'stlarimiz, yana hozir Isroil osmonida yana sirenalar yangramoqda. Mana hozir yana raketalar hujumi, Erondan kelish raketa hujumlari yana boshlangan, davom etmoqda. Isroilga qarab. Endi buni har xil siyosatchilarimiz tahlili yoki dunyo siyosatchilariga qaraganda tahlillari Amerika bir davlatga zarba qilib, ikkinchi davlatni mo'ljalga olinadi deyiladi. Bu Xitoy. Xitoyni hozir Amerika qanaqadir ma'noda kuchsizlantiryapti. Bu degani neft taraflama Eron bo'g'izi o'tish yo'li bor, suv orqali neftni tashish Xitoyga qarab. Buni hozir o'sha yerda hozir hamma narsa, samolyotlar, kорабль o'tishlari hamma narsa to'xtagan. Hozir Xitoyga ham neft o'tishi, boshqa mahsulotlar o'tishi hammasi to'xtagan. Hozir Xitoyga mo'ljalga olingan. Endi bu dunyo siyosatchilari, mana bilsanglar, Rossiyada Jirinovskiy degan odam siyosatchi bor edi. O'lib ketdi siyosatchi. Buni ko'p videoroliklarni ko'rsak, videoroliklarda oldindan rejalashtirilgan AQShni barcha narsalarni aytib o'tadi. Mana shu Eronda qanaqa urush bo'lishi, Eronda nima bo'lishi har bittasini bu oldindan yozilgan, oldindan planlashtirilgan deydi. Haqiqatda mana shu narsalar bo'lib kelyapti. Buni eshitgan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar. Ko'p qismini raketalarni osmonni o'zida portlatib, osmonni o'zida yerga zarar yetkazmayapti. Ko'p raketalar osmonni o'zida portlab ketyapti. Uchayotganlari bu osmonda urib tushirilyapti. Agar raketa kelagan bo'lsa, to yerga tushguncha bu olov shaklida yonib keladi. Olov bo'lib yonib yerga tushish kerak. Shunda bular hammasi urilyapti osmonning o'zida. Bu hozir uzr kechirasizlar, menimcha bu mana hozir masjidda ko'rinyapti. Bu bir arab davlatlarini, bir Kuvaytdami, Dubay desa Dubayga o'xshamayapti. Mana Kuvayt taraflar Dohala bo'lishi kerak. Shu yerlarga otilyapti bular. Mana bu ham urildi. Osmonni o'zida yonib o'chdi. Osmonni o'zida portladi. Ko'p foiz raketalar osmonda urilyapti. Osmonni o'zida portlab, osmonni o'zida yo'q bo'lyapti. Mana bular ham hozir osmonni o'zida urildi, parchalanib yo'q ketdi. Yerga tushayotganlar hammasi yonib yergacha tushadi. Azizlar, tinchlik bo'lsin, O'zbekiston o'ziga ko'z tegmasin. Lekin xavfi bor, 3-jahon urushi.
Bu mana Isroil ekan, Isroil. Bu hozir videorolikka kechagi tafsilotlar bilan ham qo'yilgan bu. Men hozir buni prямой efirdan olyotgandim. Argan prямой efirda ham bor ekan. Kechagi qo'shilganlardan.